haj qilgansan, mana bugungi ahvoling Muhammadning ummati. Ana endi musulmonsiz, ertaga borib popni kiyimini kiyishingiz kerak. Masalan, bordilar, shu kiyimni kiydilar, nafslarini malomat qildilar. Har qiyin vaziyat kelganda nafslarga aytadilar: "Ey nafs, mana ko'r sen o'zing ahvoling. 45 ta haj qilgansan, 1000 marta Qur'onni xatm qilgansan deb kerilib yuruvding. Mana bugungi ahvoling qanday?" Kiyimni kiyib bordilar majlisga, ularning avliyolari o'zlarini o'sha paytda tillarida kattalari keldida majlisda bularga nasihat o'qirdi. O'sha kun keldi, jim gapira olmaydi. Hamma o'yladi, nega bu kishi gapirmayapti? Rohiblar aytdilar: "Ey avliyo, siz nega gapirmayapsiz? Oralaringizda bir odam bor, men uni oldida hech tilimni gapirishlikka qo'ya olmayman uni oldida." U kim? U Muhammadning ummati. G'alag'ovur boshlandi. U kim? Qaradilar, kiyimlar hammaning kiyimi bir xil. "Ey avliyo, ayting kim u?" deganda avliyo aytdi: "So'z beringlar, o'sha odamga hech narsa qilmaymiz" deb. Ular so'z berdilar, va'da berganlardan keyin aytdi: "Ey Muhammadning ummati, o'zingni oshkor qil." Boyazid Bistomiy chiqdilar. Mana dedilar: "Muhammadning ummati."